Zamona to'yxonasini shundoqqina qarshisidagi Qizg'aldoq mahalladan korobka variantda kvartira ko'rsatamiz. O'rtoqlar, narxini ham doda qilib belgilab qo'yganmiz. Birinchi bo'lib kelinglar. Mana shu tashqari tarafini ko'ringlar. Avtomobil qo'yish uchun umuman muammo yo'q. Qo'shnilar mana bunaqa naveslar qilib, juda chiroyli sharoitlar qilib qo'yilgan ekan. Elektromobillar uchun ham stansiyalar qo'ysanglar bo'ladi. Endi sekin-astalik bilan novostroykimizga kirib boramiz. Bu yoqda endi hovlisiga kirish, katta darvoza, yonida kichkina asosiy eshigi bor. Qo'ni-qo'shnilar o'tirish uchun mana bunaqa juda chiroyli besetkalar qilib qo'yishgan. Bolalar ham bemalol o'ynar ekan hovlida, ko'ryapsizlar, velosipedlar ham bunaqa samokatlarni uchib. Bizani sotilayotgan novostroykamiz mana shu birinchi qavatda dupleks bo'lyapti. 132 kvadrat metr kattalikda. Ichkaridan ko'ramiz. Sizlar bitta like bosib qo'ysanglar, men narxini ham aytaman. Ketdi. Okamizning aytishlari bo'yicha xonadonimizning kadastrlari notariusga tayyor holatda. Birinchi qavatdan ham asosiy kiraverish eshigi bor va pastki qavatda ham asosiy kiraverish eshigi bor. Ikkita eshik. Endi marhamat, ichkariga kiramiz. Mana shunaqa keng yo'lak bilan boshlanyapti. Mana bu yoqda garderoblar yasasak bo'ladi. Endi svet yo'ligi uchun fonarlardan foydalanamiz. Bu tarafdan zina pastki qavatga tushsak bo'ladi. Pastki qavatimizda pergorodkalar qilinmagan. O'zingizlar xohlagandek ta'mirdan chiqarsanglar bo'ladi. Xo'p, bu tarafda bitta birinchi xonamiz. Buni endi bolalar uchun yotoqxona qilib bersak bo'ladi va buni yonginasida biz sanuzulni ko'rishimiz mumkin umumiy va buni yonginasidan kattagina mehmonxonani ko'ramiz. Orqa tarafga qaragan romlari bor. Mehmonxonamizning yonginasida oshxona, kattagina keng oshxona, gazlar hammasi kommunikatsiyalar mana shu burchakda joylashtirib tayyor kelgan. Yana bemalol kelib o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Hujjat dokumentlarini ham tekshirasizlar. O'rtoqlar, 69900 dollarga chiqib qoldi. Duplex 132 kvadrat metr kattalikda. Menimcha bu lokatsiya uchun zo'r narx. Qiziqqanlar bilasizlar, har doim joy egalarini nomerlarini video ostida qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.